Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da Sıdıkacı Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2021 yıl 1. ayının 26. günü. Bugünkü vaziyet doğrusu gep kılsak hürmetli vatandaş arada sizlerle leksiya sözüldük. Bugün 2-3 gün oldu. Bir torbeti dilli 12 ayrı plan, yani birisi dedi 13 ayrı plan, anda dovi torbeti özü Xitay'nın dedik 15 ayrı plan, yani birisi dedi 18 ayrı plan, Tayvan'la aylanıp geldi. Biz onu nime dep tahlil kıldık sizlerge, tevekkelçilik mi, yak akılsızlık mı? Onda kamaske, yani bir işkinci nokta tahlil kılsak vatandaş, bugün Cumhuriyet Partiyası rehberliğindeki Azatlık Armiya atalmış Azatlık Armiya Tayvan bu da teşebbüskarlıkını kolga keltiriş için kılgan iş. Endi şundak tahlil kılsak buladı ki vatandaş. Bunun qarıta Aksaray ciddi bayanat bilen cevap kaytırdı. Enandiki Aksaray'ın bayanatçısı Peski Hanım bayanat bilen cevap kaytırdı. Onun leksiyada sözleşmez. Xitay demek hazır teşebbüskarlık hukukunu kolga keltiriş için Amerika bilen elişivatkan gap. Tünügün dedik ki Harry Harding efendi nime dedi? Çünkü azgalığı düştü, yani bir manada akopka düştü. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan qarshilashmoqchi dedi. Şunun selektoğanda Xitayning hozirgi alpozi bo'libmi 1-ayning 25 günü Cumhuriyet Kompartiyasining sekretari Xi Jinpingning Davos yig'iniga so'zlagan so'zi, ekran orqali so'zlagan so'zidan qaraganda tashabbuskorlikni qo'lga keltirish. Biroq buningga Aksaray bu qatam bugün 26 gün oldu. Prezident Joe Biden Aksaray'a kirdi. Bununla nait önümlük, ecellik cevap kaytırdı. Tüvende anlayışlı vatandaşları. Mavzu bunda hürmetli vatandaş. Reisi Jinping en zor tehditini itiraf kıldı. Cumhuriyet işki kurash umumyüzlük keskinleşti. Yani partiya içindeki işki kurash umumyüzlük keskinleşti. Mavzulu haber 1. ayının 25. günü Cumhuriyet Nazar Torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Xi Jinping Merkezi İntizam Tekşiriş Komitetinin yığını da xiyanetçilik en zor tehdit dep itiraf kıldı. Partiya matbuatları 23. günü makale ilan kılıp bundak ko'rsatdi. Siyasette çirikleşiş intayin eğer çirikleşiştir. Bazı Cumhuriyet'de o'ttirg'i chiqqan yangi atalg'u. Asli siyaset degan bu rayon Cumhuriyet'de cheklangan rayon. Bugün neymiş qarayı Xi Jinping siyasette çirikleşiş degan gapni eg'izga oldi. Neymiş ki Xinhua siyasette çirikleşiş degan gapni eg'izga oldi. Bu bir yangi atalg'u. Xitoyda nima o'zgarish bo'ladi? Siyasette çirikleşish intayin eg'ir çirikleşishdir. Bu gizet xiyanetçiler menfaat guruhi teşkil kılganlığını qattiq tanqid qildi. Ular devletin hukukunu tartib almoqchi bo'lyapti dedi. Gördünüz mü? Xiyanetçiler mesela siyasette çirikleşti. Xiyanetçiler çirikleşti. Ular hazır devletin, Cumhuriyet devletinin hukukunu tartib almoqchi bo'lyapti. Bu mavzun devirdim deyildiğin gepler. Ben sizge aytay, mavzudun devirdim deyildiğin gepler. Bugün Xi Jinping devirde o'ttirg'i çıktı. Yeni atalgı şekilde o'ttirg'i çıktı. Bu partiya içindeki kurashni aks ettirib beremdi qandaq. Biz başta mavzuda shundoq dedik. Partiya içindeki kurash qandaq yuz berish mumkin? Mesela alayli. Hozir Amerikada hukumat almashdi. Bundaq vaqtda Xitoy partiya ichida
ziddiyetni keskinleştirishi kerak mi yoki ittifoqlashish kerakmi? Avvalgi Amerika hukumati davrida jiddiylik ichida Xitoy ittifoqlashdi. Partiya ichida ittifoqlashdi. Endi biroz o'ziga tashabbuskorlikni qo'lga keltirishdan iborat maqsadni oldi qo'yganda partiya ichidagi ziddiyat keskinlashamdi qanday. Lekin bu yangi atalg'i. Mush ahvollar Jungo Kompartiyasining ichki qismida kurashning keskinlashganligidan signal berdi. 3 kun davomlashgan 19-navbatlik Reviziya komitetining yig'ini 1-oyning 24-kuni oxirlashdi. Xi Jinping 7 nafar doimiy hay'at yig'inga qatnashdi. Nutq so'zlaganda nurg'un masalalarni tilga ilib o'tdi. Jumladan siyosiy qonun sistemasi chiriklashdi dedi. Kambag'allarni fosh qilish xalq turmush sohasi chiriklashdi dedi. Kambag'allarni boy qilish xalq masalasi xalq turmushi sohasi ham chiriklashdi dedi. Restoranlarda isrofchilik, xiyonatchilikning partiya ishidagi eng zo'r tahdid ekanligini e'tirof qildi. Va partiyani qattiq boshqarishimiz lozim dedi. 1-oyning 23-kuni Kompartiya matbuoti Shanxuashi mundaq 3 parcha maqola e'lon qildi. Xi Jinping bir oy ichida 3 qatam siyosiy jihati to'xtaldi. Mavzuliq maqolada 5 mundaq tasvirladi. Yengilishga bo'lmaydi. Yengilsa bo'lmaydigan kurash. Yengilishga bo'lmaydi, yengilsa bo'lmaydigan kurash. Maqolada yana mundaq tasvirda chiriklashgan ba'zi kishilar cho'nqur yoshiringan va akiza. Aqim masalalari obzorchisi Jo Shaohui mundaq hisobladi. Burunqi so'zlarga o'xshamaydigan tarafi birinchi Xi Jinping 2020-yildagi ahvol to'g'risida to'xtalganda, xiyonatchilik qarshi turganda, siyosiy masala bilan iqtisodiy masalalar giralishib ketgan chiriklik va chiriklishish. Demak, bugun iqtisodiy masalalar chiriklishib, siyosiy jihatda chiriklashishga, siyosiy jihatda chiriklishish, iqtisodiy chiriklashishga, iqtisodiy jihat chiriklashishga olib keldi. Mushu masalani tilga ilib o'tdi. Siyosiy masala bilan iqtisodiy masala birlashib, davlat va siyosat bexatarligiga tahdid soldi deb ko'rsatdi Xi Jinping. Demak, chaqilg'ili bo'lmaydigan rayon siyosat rayoniga mushu hukm, mushu so'z iboralar bilan kirib keldi. Iqlim masalalari obzorchisi Zhang Tianliang mundaq ko'rsatdi. Partiya matbuoti mundaq dedi. Qarshi turdimiz. Qarshi turdig'imiz iqtisodiy jihatda chiriklashish emas, balki siyosiy jihatda chiriklashishga qarshi turamiz. Bu ta'tirga bu Jungo Kompartiyasi sen iqtisodiy jihat chiriklashga yo'l qo'ysang muqarrar siyosiy jihat chiriklashsa. Iqtisodiy jihat chiriklashning natijasi va usuli, metodi va manbai siyosiy jihat chiriklash. Masalan, bir misal Uyg'uristonda sen hozir jazo lageri qurding. Uyg'uristonda ishlaydigan partiya, hukumat organlarining, ya'ni saqchi, qurolli saqchi qismlarining hammasi chiriklashning bosh manbai. Chunki sen bostirishni oldin qo'ygan ekansan, u chiriklashganlar markazdan nima talab qilsa shuni berishga huquq. Sen shuni berishga majbur bo'lasan. U senden hech narsa talab qilmaydi. Huquq, bostirish huquqi talab qiladi birinchi. Ikkinchisi, bostirish uchun moddiy pul yordam berishni, markazdan yordam berishni talab qildi ikkinchisi. Bu shunga hozir Xinjiang rayonida mustamlika Uyg'uristonda Xitoyning amaldorlarining, soqchilarining, qurolli soqchilarining, yana boshqa munosabatlarning hammasi ham iqtisodiy jihatda chiriklashgan, ham siyosiy jihatda chiriklashgan kishilar. Dal mushundaq paytda hozir ichki jihatdagi jiddiylik, masalan, nima deydi? Ichki xabarni kurash qilish vazifasi, xabar qilish vazifasini topshirganligi bu oz uchraydigan bir ahvol. Masalan, gazetlarga maqola e'lon qilishga mushuning ruxsat qilish bu oz uchraydigan ahvol. Masalan, Xinjiangni alayli, yuqorida ko'rsatib o'tdik.
vaziyet şu. Başka ikinci vaziyet yok. Şinjan'da bastırış, buyruq beriş ve iktisadi çirikleşke ruhsat kılış, siyasi çirikleşke ruhsat kılış. Bugün günde Xitayning mecburiyette kalganlığı tüzütenmeysen, özün yol koyup atkan iş var. Mesela alaylı yakınım 2 günden burun çıkan haberde armiya işçide maaş östürüş, manın qarab durunu, bir Şarkı Deniz'deki faaliyet kılıp atkan harbiy kısımda, ikincisi Tibet ve Şinjan'da, Müstemlik Uyguristan'da faaliyet kılıp atkan harbiy kısımlar, sakçı kısımları maaşını 40% etrafı östürüp biriş. 40% etrafı östürüp biriş. Ne oturup koy? Demek biri ulanı setibeliş, ulanı kolga keltiriş. Yaki narazılık bolsa, yaki bolmasa pul ve maaş bilen ulanı kapaletlendirip hükümeti, merkezi hükümeti saklaydıgan kılış. Birinci Şinjan'daki vaziyetini boşaştırışkı bolmaydı. Merkezi komitet Xitayning nazarida. İkincisi Tibet'teki vaziyetini boşaştırışkı bolmaydı. Merkezi komitet Xitayning nazarida. 40% hazır vaziyet. Siz bu leksiyimizde anlaydığınız siyaset rayını bösüp girdi. Siyasette çirikleşiş degen bir gap o'ttirg'i chiqdi. Bu zada nima maqsadda o'ttirg'i chiqdi?